Bu bir 60 yaşlıq tağımızdaki öpkünün sitinin dibensi qaraynağa bolsaq, öpkünün sitisida asasen öpküsü şu paxtıcılığındaki bolup ketken orliqda bir gadaz var. Bu hakimizni o'g'lim şu do'yin orqali aloqalashib bilan kelibdi. Kelgandan keyin biz bu qarab nimaligini bilamadik. Bu o'sma ya tuberkulozmi bilmagan ekan, shuni operatsiya qilishni qaror qildik. Bu operatsiyani ham da operatsiyani qilmasak bu odam balkim o'smab qolsa yoki xavf yetadi. Operatsiyani qildirsak hamda bu hakimiz shuna qiynaldi, hamda biz tirishdik bu hakimizga pataqdi, lekin operatsiyadan keyin shunda yaxshi aslik keldi. Kelgandan keyin bu yomon sifatga chiqib qoldi, lekin ta'lik yarasha buni to'qilmani ish kerak avatim bu shekilda tartibini tekshirish qilsak, to'g'ri ishga emas qoldi. Ya'ni nishonliq to'g'ri kelgandan keyin 2 oydan keyin o'g'lim o'sha sitini diben avatib beribdi. Mağa diben qarasang öpküsü shunda suzuk aslik kelibdi. Bu yomon sifatga bo'lsa shunda to'g'ri yaxshi foyda qilibdi hamda. Bu akimizdan kim shu keyin mangan avatib avatib qo'yibdi. Bu davolashni o'ngishliq desak bo'ldi. Davolash o'ngishliq bo'ldi deganimiz hargiz bu kasal tufilizdan saqaydi degan gap emas. Balki bu kasalning umri hech bo'lmasa 1 yil uzardi degan gap. Yomon sifatli o'sma badan taqib ketgandan keyin tufilizdan saqaytish bir qadar tez. Mesela so'raydiganlar 181 998 87 34 mushtamin undan qat masala so'rasani bo'ldi.